Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video darslik hosting olish va botlarni qanday ishlatish haqida bo'ladi. Bitta zo'r hosting topib qo'ydim sizlarga. Telegram kanalda hosting manzili va promo kodini tashlab qo'yganman, kodini. Mana bu hosting manzili, bu promo kod. Ro'yxatdan o'tayotganda kerak bo'ladi. Qadab qo'yaman kanalga. Mana. Hop, bunga kiramiz. Kirib tariflarni ko'rish bosganimizda 15.000 so'mlik tarifimiz PHP, HTML, CSS, JavaScript tillarini qo'llab-quvvatlaydigan va 50 ta ma'lumotlar bazasi ochsa bo'ladi. 2056 megabayt SSD, 50 ta sayt joylash. Qulayliklari juda ko'p, funksiyalari. Hop, boshlashni bosamiz. Birinchi marta kirayotgan bo'lsak, bu yerga foydalanuvchi nomi. Masalan, shunaqa, hop, email va parol yaratamiz. Bu yerga esa men kanalga tashlab qo'ygan mana bu kodni kirgizamiz. Mana shu kod nusxa olib mana shuni teramiz va mana bunga galchka qo'yib ro'yxatdan o'tib olamiz. Va kirdi. Mana bu tariflar. Premium tarif ham juda zo'r. O'zingizga qarab qaysi biri qulay bo'lsa, shuni sotib olib ishlatsanglar bo'ladi. Endi hisob to'ldirish haqida gaplashamiz. Mana bu joyga kirib, mana hisobni to'ldirish. Miqdor kiritamiz, necha pulga to'ldirmoqchi bo'lsangiz. Masalan, 15.000 so'm. Davom etishni bosganimizda mana bu Mirpay degan to'lov tizimi chiqadi. Shuni ustiga bosib bosganimizda shunaqa oyna ochiladi. Bu yerga karta raqami yoziladi. Bu yerga mana masalan taxminiy yozib beramiz. Shu karta raqam bu yerga masalan srogi yoziladi. Oyi, yili. Masalan shunaqa. 06-oy 2030-yil. Va to'lashni bosganimizda o'sha kartaga ulangan telefon nomeriga SMS kod keladi. O'sha SMS kodni kiritganingizda to'lov avtomatik yechiladi o'zi. Shunaqa bo'ladi. Keyin mana bu joyga bitta yangilash bersanglar pul tushadi. Va bu yerdan o'zingizga yoqqan tarifni sotib olib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Kimdir tushunmasa yoki qanaqadir savollar bo'lsa, meni lichkamga yozsangiz ham bemalol tushuntirib beraman. Yoki mana bu pastdagi burchakda qo'llab-quvvatlashga yozsanglar bo'ladi, supportga. Bular ham tushuntirib beraveradi bemalol. Endi mana shu hostingda bo'ladi videolar. Shu hostingda bot ochish haqida videolar bo'ladi. Hammaga rahmat.